Metro bekatining yonidan uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Suvoni qilmaslardan oldin 200 mingga shu uchastkani bermagan ekanlar. 189 mingga siz uchun ko'ndirib qo'ydim. Yana kelishtirib beriladigan joy bor. Xuddi shu uchastkani yonida, xuddi shu razmerdagi yer ham sotilyapti. 2-3 ta xonali uylari bor. Uni narxi 129 ming. Korobka uchastkamizni tushuntirib beradigan bo'lsam, yo'lidan kirganingizda asosiy bino kiradigan bo'lsangiz, pastda 2 ta xona bor, oshxona, sanuzul, hojatxona. Ikkinchi qavatda umumiy 4 ta xona bor. Yana mansarda ham bor. Mansardani peregorodkalar bilan o'zingiz bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Binoni tagida umumiy 3 ta xona bor. Darvozaxonani ham tagi podval. Maktab, bog'chalar bu atrofda juda ham yaqin va ko'p. Pul zarurligi uchun narxni o'zi kelishtirib qo'ydik. Kelib yana savdolashib, egalarning o'zlaridan xarid qilsangiz bo'ladi. Ma'lumotlar ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yib, Sergeli tumanining Zo'r mahallasidan uchastka quraman degan yaqiningizga shu videoni yuborib qo'ying.